Osmon yomg'irni tutib tursa, yer qurg'oqchilikka uchraydi. Shu sababdan istisqo namozi joriy qilingan. Istisqo Allohdan yomg'ir, rahmat va baraka so'rashdir. Chunki osmonlar va yer xazinasi uning qo'lidadir. Bu ish payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning sunnatlaridan bo'lganidek, undan oldingi payg'ambarlar sunnati ham shunday edi. Alloh taolo Muso alayhissalom haqida Muso qavmi uchun yomg'ir so'raganida deb aytgan. Bizning payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ham bir necha bor istisqo qilganlar. Ibn Abbos roziyallohu anhu aytadilar: Rasululloh sollallohu alayhi va sallam istisqo namoziga kamtar holda yolvorib munojot qilib chiqardilar. Bu hadisni Tirmiziy rivoyat qilgan. Shunday ekan, Parvardigoringiz chaqirig'iga javob bering, Allohning da'vatiga ijobat qiling, unga xushuli, Allohdan qo'rqqan, qalbi titragan holda iymon keltiring va tillaringizni istig'for bilan band qiling, tavba va qaytish bilan unga yuzlaning.